avlod bitta hayvon bo'lsa, qaysi bo'lardi? Men Silent avlodiman. 1928 dan 1945 gacha tug'ilganmiz. Biz sabrli, jim va juda matonatli avlodmiz. Men Boomer avlodiman. 1946 dan 1964 gacha tug'ilganmiz. Biz mehnat va barqarorlikni qadrlaydigan avlodmiz. Men Gen X avlodiman. 1965 dan 1980 gacha tug'ilganmiz. Biz analog va raqamli dunyo o'rtasida ulg'ayganmiz. Men Millennial avlodiman. Biz 1991-yildan 1996-yilgacha tug'ilganmiz. Internet bilan ulg'aygan avlodmiz. Men Gen Z avlodiman. Biz 1997-yildan 2012-yilgacha tug'ilganmiz. Internet va ijtimoiy tarmoqlar bilan ulg'ayganmiz. Men Alfa avlodiman. Biz 2013-yildan 2024-yilgacha tug'ilganmiz. Planshet va sun'iy intellekt bilan ulg'aymoqdamiz. Men Beta avlodiman. 2025-yildan boshlangan yangi avlodmiz. Biz AI va robotlar bilan yashaydigan kelajak avlodimiz. Siz qaysi yilda tug'ilgansiz? Demak, qaysi avlodsiz? Kommentariyada yozib qoldiring.